Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar. Biz ashi YouTube'da kuzatib boruvchi hurmatli podpischilar. Biz yangi joy ko'ylashni boshladik. Xulasa mana. Ko'rib turganingizdek, mana shunda biroz uychaga leschamiz bor edi. Bu yerda terak kesib olingan. Tagida joy bor. Naqli chuqur qazyapmiz. Ulashim keldi shu videoni. Uzuni где-то 6 metrga yana 3 bo'lish kerak. 2,5 ekan. 2,5 ga mana. Chuqurligi 90 yo 1. Hali точно o'lchaganimiz yo'q. Biz bidonni boqayotganda ko'rib borgan bo'lsalaring, suvni bateriya qilyapmiz, baribir salavandan ham o'tib ketyapti. O'shaning iloji bu yer biroz xalqaro ham chuqurroq qilib ko'lanyapti. Ilon borlar chunki lichinka ochgan, lichinka juda ham ko'p. Shuning uchun mashit ko'ylab o'zini 5,5-6 ga 2,5 qilib ko'lanyapti akalar. Bizda joylar biroz bemalolroq. Bundan chiqqan turpoqni navesi paydavorga ishlatib olamiz. Mana xudo chiroyli chiqyapti. Do'stlarimiz kelib ko'ylayapti. Mana ko'rib turganingizdek mashirgacha bo'ladi, mana mashirgacha. Yedi 6,5. Xudoda bugun ko'ylab bo'lsa yana bir video qilib tashlayman. Baralar ko'chirish jarayonini ham bir olishga harakat qilaman. Xudo xolasa. Akalar endi yaxshi niyatda ish boshladi, endi bag'riga to'xtash yo'q. Xudo xolasa endi joy ketadimi, pul ketadimi, har xonasi bo'lsa ham ish to'xtatmaslik kerak. Chunki avvalo Xudo yaxshi niyatda boshladi. Birinchi maqsad buni foydasini ko'rish emas. Birinchi buni o'rganish, yo'lini o'rganish, ko'rish. Ana undan keyin ko'paygandan keyin Xudodan keyin foydani o'ylaymiz. Hozir avvalo ularga sharoit qilish harakatini qilyapman. Ko'rib turganingiz hovuzimdan ajoyib chiroyli bo'lib chiqyapti. Ustagan qo'li dard ko'rmasin. Akalar, xudosa bitgan holatini yana video olib tashlayman. Hozircha mana shu yarmi ko'ylandi. Bunga qalin salavan olib kelib tashlayman. Xudo xolasa salavan tashlab, suv o'tmaydigan qilib, iloji boricha. Akalar, bizni kuzatishda davom eting. Suv quygan, baliq tashgan joylarni videoga olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.